Salom, mening ismim Nadia. Hozir sizlarga 5 yil oldin sodir bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. O'qishda edim. Kechki payt soat 8 edi. Mana oxirgi darsimiz ham tugadi. Uyga borib dam olishga shoshilayotgandim. Kechki payt marsrutka topish qiyin bo'lgani sababli bekat tomon yurdim. O'sha yerda shahar transportlari bo'lardi. O'qishimizdan uncha uzoqda emasdi. O'qishdan charchab chiqqan bo'lsam ham bekatgacha yurishga qaror qildim. Quloqchinda har xil musiqalar tinglab yurgandim. Shunda bitta avtobus haydovchisi baqirib turganini eshitib qoldim. "Yuringlar, so'nggi reys" deyotgan ekan. Men kuldim va unga "So'nggi reys emas, bugunga oxirgi reys bo'ladi" dedim. Avtobusga o'tirdim. Yo'lovchilar bilan to'lgan ekan. Keyin yo'lga otlandi. Avtobusda quloqchinlar bilan musiqa tinglab, tashqariga qarab o'tirish boshqacha, ayniqsa tunda. Keyin shaharning ko'rinishi o'zgarib ketdi. Eski qishloqqa o'xshardi. Shunaqangi darajada qorong'u ediki, avtobus chirog'idan boshqa yorug'lik ko'rinmasdi. Men qo'rqa boshladim. Boshqa avtobusga o'tirib oldimmi deb o'yladim. Biroq avtobus oldidagi qog'ozga qarasam, o'z yo'nalishimdagi mashinaga minganman. Balki haydovchi boshqa yo'ldan yurib ketdi yoki qisqa yo'ldan yuryaptimikin, dedim o'zimga. Keyin haydovchidan so'radim, qayerga ketyapmiz deb. U bo'lsa indamadi, yo'lga qarab ketaverdi. Boshqa yo'lovchilarga qaradim-da, dahshatdan qotib qoldim. Ularning bari qonli bo'lgan oppoq kiyim kiyib olgandilar. Yana boshlari ham yo'q edi. Ko'zlarimga ishona olmasdim. Keyin birdan haydovchi gapira boshladi. "Xonim, biz adashmadik, to'g'ri yo'ldan yuryapmiz" dedi. Juda qo'rqqandim va shokda edim. Qo'rquvdan muzdek ter chiqayotgandi. Yuzim bo'lsa oqarib ketdi. Avtobusdan sakrab tushib qolishni istardim, lekin badanimni qimirlata olmasdim. Qayerdandir birovning ovozi eshitildi. "Sen bu yerda bo'lmasliging kerak. Sakra. Bu yerda bo'lishga haqqing yo'q." Buni eshitib qo'rquv yo'qolay dedi va men tezda sakrab tushib qoldim. Qo'llarim va oyoqlarim shilinib va ko'karib ketdi. O'lishimga sal qoldi, lekin avtobusdan qutulganimga xursand edim. U bo'lsa yo'lni davom ettirdi. Keyin nimagadir qoqildi va portlab ketdi. Men yordam so'rab baqirayotgandim. Keyin esa uyg'onib ketdim. Tushim ekan. Yo'lovchilar ko'rib, lunatik deb o'ylagan bo'lsa kerak. Keyin bir ayol "Yaxshimisiz" deb so'radi, chunki terlab va yuzim oqarib ketgandi. Men qo'rqib yig'lay boshladim. Avtobusni to'xtatishni aytdim, lekin hali uyga kelmagandik. Boshqa yo'lovchilar tinchlantirmoqchi bo'lishdilar. Baribir avtobusdan tushib qoldim. Keyin esa haligi avtobus katta yuk mashinasiga borib urildi va portlab ketdi, yona boshladi. Odamlar yordam so'rab baqirardi. Men esa ko'rgan narsalarimga ishona olmasdim. Shunda ko'rgan tushim yodimga tushdi. Hozirgacha o'sha voqeani unuta olmayman. Bundan oldin ham haydovchi aytayotgandi, "So'nggi reys" deb aytgandek bo'ldi. Omon qolganimdan xursandman, lekin ba'zan xafa bo'laman, nega boshqalarni saqlab qolmadim deb.